Mirzayev, Bilolxon bir o'yinchidan o'tyapti. U ham tepib ko'rdi. Mana bunisi hech kutilmagan holat. Darvozabon har holda o'girilib ketdi. Muhimjonov to'pni keraklicha uzoqlashtira olmadi. Bu nima edi o'zi aslida? Aniq darvoza tomon tepilgan to'pmidi? Trayektoriyaga ahamiyat bersangiz, mana shunday xulosa keladi. Yoki sheriklarga to'pni yetkazmoqchi bo'ldi-yu, to'p yo'nalishi darvozaga bo'lib qoldimi ekan? Ammo zo'r tushdi o'zi ham to'p. Abrorning yuziga qaraylikchi. Bilasizmi, bir qarashda atayin darvozani nishonga olganga o'xshab ham tuyulyapti.